Singlim yaxshimisiz? Sağ olun. Ekberaşa xush kelibsiz. Nima aytasiz? Ne? Men dandingizmi o'zi? Yo'q, tanımadım singlim. Men blogerman. Aytavering singlim. Shu bir xo'shayat yeb, bir go'shtlarni bir duvoyni yetib, tuxumlarni qo'yib, zo'r etib, bir istoriyalik etib, bir mut etib, bir polov ekib bersangiz, mana mut etib istoriya etib beraman. Keyin odamlar ko'payib ketadi-da. Singlim, mut narsa o'zi biza aytmay ko'pmizdan shuni blogerlarni chaqirib, reklamasi kerakmi, to'g'risi. Biz aytmay qo'yaveramiz shu ishni. Qarang, xolasangiz, ehson qilib, hozir bolalar aytaman, palov tashkillashtiradi va o'zi bizani bilgan xalq o'zi kelib, azat chiroyli yeb ichib ketadidan, chiroyli hisoblashib ketadilar kassada. Shuning uchun sizni eshitmoqingiz kerak edi, istoriyangiz ham kerak edi. Shuning bolalar aytaman, palov kelib, chiroyli yeb ichib ketaverishingiz mumkin. Ha, ehson etchaysiz menga, Voyn, azat o'tirasiz. Menga ehson kerakmi? O'zim menatim bilan istoriya qo'yib bersam, men bo'lmasa kerakmidi menga? Yomon ko'paydi bulay. Birisi istoriya qo'yib kiyim olacak, birisi reklamani ishlab beraman deb mashina olib qo'yibdi, yana birisi domni reklamasiga tushib beraman deb u yoqqa bloger bo'laman men. Bakki beraga, "Mana al buni. Yech buni, men bloger bo'lavering." O'zi uyli joyli mashina olib ketdi bilan ko'psi ishon, istoriya qo'yib beraman, reklama qilib beraman deb. Men al buni.